Agar telefon ekranida onangiz qo'ng'iroq qilayotganini ko'rsangiz, bu katta ne'matdir. Agar otangiz sizni izlab qo'ng'iroq qilsa, bu ham ne'matdir. Agar aka-uka yoki opa-singillaringiz bema'ni bo'lsa ham bir xabar yuborsa, bu ham ne'matdir. Agar buvingiz yoki bobongiz hanuzgacha ismingizni mehr bilan tilga olsa, bu ham ne'matdir. Agar do'stingiz hol-ahvol so'rab telefon qilsa, bu bir ne'matdir. Agar kimdir sizga duo qilayotgan bo'lsa, bu ham beqiyos ne'matdir. Agar bir inson sizga yetib olganingizda qo'ng'iroq qiling desa, bu ham ne'matdir. Chunki bir kun kelib bularning bari yo'q bo'lib qolishi mumkin. Odamlar o'zgaradi, hayot o'tadi, vaqt hech kimni kutmaydi. Xulosa shuki, yaqinlaringiz yoningizda ekan, bu hayotning eng buyuk hadyasi. Ularning bir qo'ng'irog'i, bir xabari, bir duosi umr yo'lingizni nurga to'ldiradigan ne'matdir. Shuning uchun ularni borida asrang. Har bir lahzani mehr bilan yashang. Ular uchun duo qilishni unutmang. Zero insonning haqiqiy boyligi jamg'armalarida emas, balki yonida turib mehr berayotgan yaqinlaridadir.